Hayda Xurshid. Yorbek hayda. Oxirdan kallasini ko'tarmaydi yaramaslar. Ertalabki ovqatini, ozuqasini yegan. Shunda ham yana qarang. Shu darajada oxirgi tashlanadi, hayron Ey, qolasiz. shoshmanglar. Bitta gaplashsak aka. Bu ana endi bu yoq zo'r bo'ldi. Qiziq joyini aytaymi sizlarga. Eng qiziq joyini. Silosni o'zini bosishyapti mollar. Silosni o'zini solavering. Silosni o'zini bosyapti mollar. Hayron qolasiz. Mana shu mollar bor. Kepeksiz. Ba'zi mol kepakni ko'rsa shuncha talpinadi-yu. Bu mollar kepek soladimi? Solmaydimi? Farqi yo'q ekan. Bosyapti. Bu degani ishtaha mendan 1000 degani, immunitet pashti 2000 degani. Olib faqat boqish deganida bu akalar, xudo xolosa. Inshaalloh keling, bu qo'ladi ko'ring, ustida olib boqing, xudo xolosa. Voy jonivorlar, mashalloh. Hammamizga nasib qilsin shunaqa qo'ladan boqishlik. Bu qo'lga qarang aka. Endi ham boshlaymiz endi, xudo xolosa. Buni qarang. O'zi Ma'sumbekda pastiyani bilasizlar. Sifati zo'r mollar olib kelishadi. Yaxshi mollar olib keladi. Kelsa talash bo'ladi. Bu safar ham mana shunaqa. Faqat bu yerda 2 partiya molimiz bor. O'shalarni sekin ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Hamma ma'lumot beriladi. Imkon qadar sizga savol qolmaydi. Hamma savolni berib, javobini Ma'sumbek akamizdan olamiz, sizga taqdim qilamiz. Maqsadimiz ham shu. Siz lokatsiya so'zini shunday Telegramdan yozing. Lokatsiyani tashib berishadi, bosishadi. Yoki bizning Telegram kanalimiz bor. Lotin harflarda yozasiz. Sanjirbek Uzzi bir raqamini qo'ysangiz bo'ldi. Lotin harfda uzmasdan, umuman uzmang. Sanjirbek Uzzi bir raqamni yozsangiz, Ma'sumbek akamizni ferma manzil lokatsiyasini qo'yib qo'yamiz. Rishton sentrga keling bo'ldi. Manzilni hammasini aytib ketay. Boshladik. Hammaga assalomu alaykum. Sanjirbek Uzkalan hurmatli obunachilari, mana bugun haftaning hurmatli aka-ukalar, hafta kuniga shanba 3-yanvar 2026-yil biz Farg'ona viloyati Rishton tumani Rishton sentridamiz. Tekstil bu. Tekstilda orqasida yoki Chinat Plus choyxonaning yoniga kelsangiz ham akalar, xudo xolosa, shunday Ma'sumbek akamizni fermasini oldiga kelasizlar. Kelib qolsangiz bo'ldi. Bu yog'iga tekstilda shunday aylanib piyoda o'tsangiz ham bo'laveradi. Chinot Plus yoniga kelsangiz ham piyoda kelsangiz bo'laveradi. Shu darajada sentrda joylashganmiz. Kelib o'zingizga yoqqan tanlab oling. Bu yerda faqat hurmatli aka-ukalar 2 partiya mollarimiz bor. Yeyishlarni ko'ryapsiz. Hozir kepek qolmagan ekan. Kepeksiz silosni o'zida bosyapti mollar. Hayron qolasiz. Uncha molga, misol uchun mening mollarimga, o'zimning shaxsiy mollarimga silosni o'zini solsam yemaydi. Kepekni ancha yoki yemini solsam keyin yeydi. Siz nimaga bunaqa o'rgatib qo'ygansiz aka? Aka, bular ancha qolib ketgan ekanda, bechoralar. Yo'q. Ma'sumbek aka qalaysiz? Rahmat, assalomu alaykum aka. Yoningiz omonmi? Rahmat, Xudoga shukr. Limuzinlardan keyin anguslarda paytda kuzatishni boshladi, yana kuzataverasizlar o'zida. Xalq tanisin. Ma'sumbek aka nechta xudo xolasa? Aka 37 bosh. 37 bosh, Ha, 37 bosh. Xudo xolasa. Anguslar, avlukollar, mikkilar, bu yoqda ham bor-a? Ha, u yoqda ham bor. Mana shu yerdan ko'rsatib qo'yay. Yeyishlarini bo'laveradimi? Mana. Ular qarang. Voy mashalloh. Ular qarang. Lekin mollarni ishtahasiga maza qilib, haligi yeganidan qo'rqmaslik kerak. Yemagandan qo'rqish kerak. To'g'rimi Ma'sumbek aka? Ha, aka, yeyishi вообще zo'r. Somonni, silosni yeydi mollar. Silosga o'rgatib qo'yganmiz. Aha. Oldingilari endi Belarusya edi, ular silos yeyardi o'zi. Ularni ham silos edi. Endi bular rossiyalik uchun boshida silos nima qilmadi, lekin bir kun tashab qo'ydik, bermadik, ertasi kelsak tozalab qo'yib.
Уже shu anda endi silosi zo'r yevoryapti endi. Bosh qotiryaptimi? Urgan oldi. Kepek unsiz a, shunday yevoryaptimi? Ha shunday aka, hozir mana tugab qolibdi. Ammo qoyil lekin. Aka, bularni tashqariga olib chiqaylik, nima dedingiz? Ko'chaga. Ha, bitta olib chiqib ko'rsataylik aka. Ko'rsataylik. Qani ketdik uni, hurmatli. Ana ichkarida qanday ko'rinadi, tashqarida qanday ko'rinadi. Tashqarida baribir mol o'zini holatida ko'rinadi. O'shaning uchun imkon qadar nima deydi, ochiq joyga olib chiqishga harakat qilamiz. Mollarni qarang, jonivorlarni. Hozir bilamiz qachon kelgan, karantinni o'tdimi, nimalar qilishdi, vaksina qilishdimi, qilishmadimi, ko'l misol uchun-da. Ular bilamiz, Ma'sum akamizdan hozir ikkinchi Dorozanbek xohlasa. Bundan keyin bularda sal kattaroq variantlar chiqadi, ulardan ko'rsatib boramiz. Albatta Xudo xohlasa. Voy jonivor. Aka hammasini orqa oldin ko'rsatib beramiz. Hammasi to'g'risan, oyoqlari baquvvat. To'g'ri ko'rsatib ber. Ma'sum aka qachon kelgan o'zi bular? Aka bular bir 10 kuncha bo'lib qoldi. Vobshe zo'r kunda. Ha, o'sha zo'r sostenasi nimasi. Cho'chaq chiqib, rosa ishtaqaga kiribdi-da mollar. O'shaning uchun ekanda, nimani bo'lsa yeyapti jonivorlar. Bu naslda bo'lib qoladi, shunisi zo'rki, ovqat tanlamaydi. Misol uchun kimdir makaron yegisi kelmaydi, kimdir go'sht yegisi kelmaydi, menga o'xshagan inson. Bularga farqi yo'q. Makaron berasizmi, go'sht yeysizmi, go'sht berasizmi farqi yo'q, yeydi. Ovqat tanlamaydi, kuniga effekti beradi. Xudo xolasa. Ma'sum aka, nimalar qildik, nimalar qilmadik bularga? Ukol-mukol. Aka, bittadan ukol qilib qo'ydik. Olib borib endi bitta bitgan narsaga ukol qilib olishadi shu aka. Ichki tashqi parazitga? Ha, ichki tashqi parazitiga bitta ukol qilib olsa bo'ldi. O'zini doktoriga aytadi, u nima qilishni o'zi biladi. To'g'rimi aka? Albatta. Qolganini siz pon qilib qo'ydingiz, tayyor. Tayyor aka. Nechta moli bo'lsa ham qo'shaveradi. Ha, albatta aka. Shuning uchun mollar birontasida ko'z og'rigani, oyoq og'rigani, Dashi yo'talgani yo'q aka. Xudo xolasa, iloyim bo'lmasin. Ma'sum aka, bu partiyamiz nechta hozir? Bu aka, xullas opshiga 37 tada, nechtaligini bilmayman buni. Aha. Xullas opshiga 37 ta. Opshiga 37 ta. Jonivorlarga qattiq tavsiya qilaman, kelinglar, ustida ko'ringlar, hozir to'g'ri ham yo'q narxi bilan. Mana shoxtorda ham lekin nimasi bor ekan. Aytdim aka, shoxli bo'lgani bilan juda zo'r dedim. Vobshe sifati zo'r ekan mol, xudo xolasa. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta deylik. To'rttami? Ana avlkol bor ekan, qo'ng'ida. Qolgan hammasi angus. Ma'sum aka, nech puldan beramiz bularni aka? Xudo xolasa obunachilarimizga. Shunday aytingki, narxni ikkalamiz talashmaylik. Otangga rahmat deb kommentariyada biz sizni mukofotlashsin. Bizning obunachilar. Aka, pastini 24 dan chiqarib bersak bo'ladimi? Yo'q-da. Ha? Bo'lmaydi-da. Nimaga aka? Yangi yilda chiroyli qo'yib bering endi aka, 2026 da xudo xolasa. Aka, 23 million 500 dan ikkita chiqarib beraylik. 23 dan deng. Keng. 23 dan. Qo'lni bering. Obunachilar 26 da bir xursand bo'lsin. To'rtta. Ha, bo'ldi aka, sizning obunachilaringizga bo'lar. O'zi 24 dan aka, eng kichkinasini o'zim chiqarib berganman. To'rtta. 10 ta chiqarib berganman o'zi. Hop. O'zi yo'q aslida. Sizning o'zi 24 lik ham yo'q-ku. Siz nima qilganingiz uchun aka, bo'ldi ikkita. To'rtta aka. Yo'q, akajon ikkita. Ha, bo'pti. Qarasam qiynalyapsiz. Oldiga nech pul aka? Kelib zo'rin tanlab olishga nech pul? Omon mollaringiz hammasi ham zo'r. Endi baribir ichidan bitta ikkita olaman deganiga. Ana buzaman degan olib ketadi. Aka, oldini tanlab olsin, 27 dan tanlab olishsin. 27 dan a? Ha. To'g'ridan tanlab olsa-chi? To'g'ri nech pul endi? 26. Qalay bo'ladi? Aka, 3 ta 4 ta oladiganga olsin, bitta emas. Bitta zo'rni tanlab olaman desa 27 ta olsin. 3 ta 4 ta. Aka, 3 ta 4 ta olsin. Xo'p, men ham eshiting. Ha. Siz bilan talashmoqchi emasman. 30 million aytganingizga ham rahmat berdim. Obunachilar uchun aka, 2026-yil o'zimga maqsad qo'yganman, ana shu narxlarni imkon qadar arzonlatishga harakat qilaman. Qarang. Endi men hozir o'zimda cho'ntakda pulim yo'q, bitta olgani ham. U odam bitta olgani pul to'plagan. Endi 26 dan 500 zo'r bo'ladi aka. Nima dedingiz? Aka, qo'shsin. 100 ming, 200 ming. Qo'shsin. Yarim past ishimiz bitadimi? Yarim past bitadi aka. Keyin qo'lni bering. Bo'ldi. Sotadi. Karantinda molimiz turibdi aka. 4 ta olaman degangachi. Aka, 4 ta olaman deganga aka, zo'r tanlab olsin, ichidan 26 milliondan o'tib berasa? O'tib beraman deyin bo'ldi. Nima dedingiz? Aka, men siz bilan shu paytgacha narx talashmagan. Bu safar mana xayriga o'tib beraman. Ana, endi o'zingizga keldingiz. Xayriga chiroyli o'tib berasiz, xudo xolasa. Hozir ham narxlarda aka 28, 29 aytganda ham aka joningiz omon bo'lsin.
Bitta o'tib bering deshim mumkin edi. Yo'q, lekin mana shunday ham hurmatli sizlar uchun xudo xolisa narxlasa. Aka bo'ybasini ham bir xolis aytib keting. Mendan Ha? telefon qilib so'radi, siz xolis odam. Qo'yog'i suyug'i 1.18, 1.20 dan aylanadimi? Aka eng kichkinasi ham 1.10 kelsaga o'zi kichkinasi yo'q ko'ryapsiz. Endi misol uchun deyapman-da. Ha. Bemalol hozir chunki buni ichida 1.20 dan balandlari ham bor, pastlari ham bor. Ha, siz xolis aka. Biz ham Aka mamnun qilaylik. men o'lchamaganman birontasini. Mamnun qilaylik. 1.15 dan qo'yoq suyuq qolsin, uyga borganda 5 sm qo'shilib qolsin. Bo'ldi. Nima deysiz? Bo'laveradi. 1.15 dan oling, qo'yoq suyuqqa. Mamnun qilamiz. Shunday sana olsak bo'ladimi men? Aniq sonini. Chunki bitta joyga olaman degan inson aka sanayapti. Bitta joyga oladigan inson shubhalamaydi-da, ichidan zo'rni sotib qo'ydim boshqa demaydi. Soniga javob bersak bo'ldi. Nechta ekan aka? Yo, ko'p etdi. Akam adashdi. 9 ta bo'lsa, ag'da 6 ta. Yomon degan shoxlari ham bor. Shunaqa yo 25 tami shunaqacha bor. 25 taga hisoblaylik bo'pti. 25. 25 tasini bitta joyga aka. Bitta joyga narx ayting. Shunda telefon qilsa menga qoldi desin. Ayting. Bitta joyga Mas'umbek aka. Nima dedingiz? Qo'la zo'r lekin. Aka 25 yarim qilib bersam bo'ladimi? 25 dan o'tib bering bo'ladi. Aka jicha qo'shsin berib yuboraman. 25 dan. To'g'riga nima to'g'rilayapsiz-a? Endi baribircha nimasini haligi kelishuvdan qoldirish kerak-ku. Aytganingga sotasanmi deydi. Mo'ljazingiz bildim aka. Aytaymi? Yo, bildingiz, o'zi bilinib turibdi-yu. Bir akasini bersin. Hurmatli kular, xudo xolasa kiloda qo'l ushlaganingizda bor 25 dan o'tib beradi ekan. Inshaalloh. Qo'l ushlang. Rishtonni bitta oshidan ham qilib berasiz yarim. Bo'ldi aka. Aka. Ana shu kelib qo'lni mahkam ushlaganingizda odamning yuzi oftobdan issiq bo'ladi. Shunda kelasiz, xudo xolasa qo'l ushlaysiz, savdoni qilasiz, o'tib berishadi. Dastavkani nima qilamiz shunda? Aka vodiy bo'ylab dastavka qilib beryapmiz. Vodiy bo'ylabga qilib berasiz. Hammasini olsa qilib beramiz-da. Qayerga bo'lsa? Ha, qilib beramiz aka. Sizda so'qqa imkon bormi yo'qmi? Yo'q, so'xkaga biron marta mol nima qilganimiz yo'q. Afg'onistondan telefon qilishyapti. Nima yo'q, Afg'onistondan telefon qilishyapti. Afg'ondan qo'yib olib keling undan. Bizga endi mol so'rashyapti. Biz endi hech nima qilmaganimiz uchun. To'g'ri. Afg'oniston. Ularda qo'yni olib kelishlik molni, lekin chiqarishda bizda imkon yo'q akalar. Endi biz O'zbekistonda o'ziga yetmayapti mollar. Ha, to'g'ri. Shu yerda aytib ketdi, chunki bizda Tojikistondan ham juda ko'p muxlislarimiz borda, o'zingga aloqa chiqishadi. Hurmatli Tojikistonda fuqarolar, aka-ukalarimiz, Afg'onistonda bizda O'zbekistonga kirish va chiqish yo'q. Chunki o'zimizda aholi ko'p, o'zimizga yetishtirish qiyin. O'zimizga yetmayapti-da. Ha, to'ppa, o'zimizga yetmayapti. Hurmatli kular, endi bular kirgizamizda narigi pattaga o'tamiz. Qani ketdik endi. Allohga shukr. Xo'sh. Ana endi уже почти paltarashga. Aka buzovchi hali patsos bular o'zi. Aslida. Ha, aslida o'zi paltarashga govdasi deydimi? Gavda o'tib bo'lgan. Ha. Lekin yoshi hali patsos. Ha, buzovchi aka. Buzovchi. Lekin почти paltarashga o'tib bo'lgan. Turishni qarang jonivorlarni. Xudo xolasa olgan inson bir maza qilsin. Bular soni nechta shunda? Bitta gaplashsak bularga. 9 ta aka. 9 ta. Ha. Mashinaga dil ketib qoldi. Hammasini bitta joyga chiroyli qaytarasiz. Hammasini aka. Bo'ldi aka. Ikkinchi partiyamiz 9 ta. Hammasiga ham hisobingiz chiqadimi? O'pshiga. Chiqaradi aka. Bo'ldi, oxirida o'pshiga ham bitta gaplashamiz. Jonivorlarni. Bularni bitta joyga necha pul aytamiz aka? Qo'yoq suyuqqa. Aka 27 dan beramiz bitta joyga. Bitta joyga? Ha. Yana o'tib beradigan joyingiz bor baribir. Sizlar beramiz aka. Yaxshi qilib, ha? Ha, aka. Kelishsin, xudo xolasa. Tanlab olishga qanaqa bo'ladi? 27 dan 28 gacha. 27-28 gacha. Ha. Bitta joyga 27 million. Bitta. Xayri bor. Xayri bor, xudo xolasa. Yaxshi. 27 million 28 million so'mgacha akalar, xudo xolasa. Bitta joyga 27 million. Endi 37 dan bitta gaplashsak aka. Bu ana endi bu yoq zo'r bo'ldi. Yaxshiyamki yo'lda odam bor ekan. Qaytdi bular. Agar bo'lmasa, Mo'g'riston sentrida aka janjal qilardik. Ammo shu tomoni zo'r bular. Birga yuradi, choshilmaydi. Bittasi qayerga ketsa, orqasidan qolganlar yuradi.
Ha, Ma'sumbek aka? Ha, Shunisi aka. yaxshi. Ajramaydi. Bittasi kelsa ketadi, qaytsa qaytadi. Ana shu tomoni yaxshi lekin. Bular yuvosh bular, to'g'ri, yuvosh bo'ladi. Qo'lida yuvosh bo'ladi. Sherik bilan yursa yuvosh bo'ladi. Imkon qadar siz ham imkoningiz bo'lsa, sherik bilan olsangiz yana ham yaxshi. Sherik bilan zo'r yeydi, sherik bilan yaxshi turadi, yaxshi. Mana xudo xolisa. Ular mana shunaqa gaplar. Mana shaharda ham ko'rib keldik. Barakasini bersin. Bu yoq sizga qoldi, hurmatli ukalar. Ma'sumbek aka. Ha, Bu aka. yog'i endi Oluvchiga qoldi. Kelib ko'rib ustida tanlab inshaalloh olib ketaveradi. Xohlaganingizni. Nechta olsangiz? Bitta olsangiz ham baraka topishadi aka mollar zo'r. Yeb Aytganingiz bitishi zo'r. Xudo xolasa baraka topishadi, kelisholsin. Rahmat Ma'sumbek aka. Bozoringiz bersin. Aka sizga ham rahmat, obunachilarga rahmat. Salomat bo'ling aka. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Voy jonivor.